Assalomu alaykum. Ey mehribon Rabbimning mu'min va mu'mina bandalari. Qarang, qanday go'zal tong otdi. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Mehribon Rabbim bunchalar bizga mehribon. Allohimga har kuni, har tongda shukrlar qilinglar. Allohim qodir, Rabbim buyuk, ko'rguvchi, eshitguvchi, bilguvchi. Har bir harakatimizni, har bir so'zimizni, har bir qadamimizni ko'rib, eshitib turishadilar. Allohim mehribon, rahmdil va begunohlarni jannatlarga olib kirishadilar. Gunohkorlarni o'z gunohlariga yarasha do'zaxlarga olib borishadilar. Shuning uchun ey mu'mina bandalar, mu'min bandalar, har tongda shukr qilinglar. Alloh uchun doim zikrda bo'linglar. Yaratgan Rabbim uchun bomdodda turinglar. Allohim bomdodda turganlarni suyadilar. Chunki Allohim bomdodda baraka xayr berishadilar. Mehribon rahmdil Parvardigorim o'z mehribonchiliklarini bomdodda ulashadilar. Allohim buyuk, Rabbim qodir, Allohim mo'jizakor, go'zalliklarni yaratguvchisidir. Bizlarni ham Tangrim yaratgan. Nima uchun shu Tangrimga shukrda bo'lmaymiz? Nega nas bosib yotib, Allohni unutib, har bir yeb ichib turganlarimizda Allohga shukr qilmaymiz? Shuncha pullar topasizlar, nega ehson, xayrlar qilmaysizlar? Insonlar yaxshiligi qoladi dunyoda. Bu dunyoda sizning yaxshiliklaringizni, xayrlaringizni Alloh jannatlarda so'raydilar. Shuning uchun bu dunyoda bir-birimizga yaxshilik qilaylik. Qarindosh urug'larga, yaqinlarga, ayamizni avlodiga, dadamizni avlodiga, erimizni, yaqinlarimizni avlodiga mehrda, muruvvatda bo'laylik. Gina gudratlarni unuting. Menga u qilgan, menga bu qilgan, falon qilgan, piston qilgan deb eski qolib ketgan